Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Durus 1-kitob, 9-dars, 3-qism. 9-darsning bosh mavzusi an-na'tdir. Na'at u tobedir. Tobe degani o'zidan oldingi ismga ergashib, ketidan keluvchi deganidir. Agar ergashilgan ism man'ut nakira bo'lsa, na'at uni xoslovchi sifat bo'ladi. Bugungi darsimiz na'atning 2-qismiga taalluqlidir. Na'at qachon izohlovchi sifat bo'ladi? Qachoniki ergashilgan ism, ya'ni man'ut ma'rifa bo'lsa, na'at uni izohlab, bayon qilib keladi. Masalan, aynal kitabul jadidu, yangi kitob qayerda? Bu misolda al-jadidu na'atdir. Chunki al-kitabu ismiga ergashib, ketidan tobe bo'lib kelmoqda. Al-kitabu u man'utdir. Al-kitabu man'ut alif lomlik holda ma'rifadir. Ma'rifa degani gapiruvchi va eshituvchi orasida ma'lum, ular o'zlari biladigan va taniydigan ayni muayyan bir kitob deganidir. Endi gapiruvchi aynal kitabu deb ortidan al-jadidu na'tni keltirgan vaqtda eshituvchiga kitobni qanday ekanligini aniqlashtirib, yanada izohlab, yanada uning qanday sifatda ekanligini bayon qilgan bo'ladi. Ya'ni ayni yangi kitob qayerda deb. Shuningdek, ayna sa'atul jadidatu, yangi soat qayerda? Bu misolda ham al-jadidatu na'atdir. Chunki as-sa'atu ismini ortidan ergashib, uning ketidan tobe bo'lib kelmoqda. As-sa'atu man'utdir va bu man'ut alif lomlik holda ma'rifadir. Ma'rifa degani gapiruvchi va eshituvchining orasida o'zlari biladigan va taniydigan ayni muayyan bir soatdir. Endi gapiruvchi ayna sa'atu deb ortidan al-jadidatu na'atni keltirgan vaqtda eshituvchiga soatni qanday ekanligini yanada aniqlashtirib, yanada izohlab, yanada uni qanday sifatda ekanligini bayon qilgan bo'ladi. Ya'ni ayni yangi soat qayerda deb. Va hamda na'at man'utga ikkala misolda ham 4 ta narsada ergashmoqda. Birinchisi i'robida al-kitabu man'ut dommalik, na'at unga ergashib u ham dommalik. Ikkinchisi ma'rifaligida, chunki man'ut alif lomlik ma'rifa va na'at ham unga ergashib alif lomlik ma'rifa holda. Uchinchisi muzakkarlikda, chunki al-kitabu man'ut muzakkar ism, jadidu na'at unga ergashib u ham muzakkar holda kelmoqda. To'rtinchisi adadida, chunki man'ut mufrad birlik ism, na'at unga ergashib mufrad birlik holda kelmoqda. Shuningdek, ayna sa'atul jadidatu misolda ham al-jadidatu na'at, as-sa'atu man'utga 4 ta narsada ergashmoqda. Birinchisi i'robida, ikkinchisi ma'rifaligida, uchinchisi muannasligida, to'rtinchisi mufrad birlikda. Demak, man'ut ergashilgan ism ma'rifa bo'lsa, na'at uni izohlab, bayon qilib, yanada aniqlashtirib keladi. Kitobning 51-52 betida berilgan misollar. Aynal mudarrisu, mudarris qayerda? Huwa fil fasli, u sinfda. Huwa zamir munfasil, bu yerda mudarrisga qaytadi. U mudarris sinfda degani. Va aynal mudarrisul jadidu, va yangi mudarris qayerda? Al-jadidu na'at, chunki mudarris ismni ketidan ergashib unga tobe bo'lib kelmoqda. Al-mudarrisu man'utdir. Man'ut alif lomlik ma'rifa bo'lganligi bois na'at man'utni izohlovchi, bayon qilguvchi sifat bo'lib kelmoqda. Ya'ni na'at man'utni yanada izohlab, yanada aniqlashtirib, ayni yangi mudarris qayerda deb bayon qilmoqda. Hamda na'at man'utga 4 ta narsada ergashmoqda. Birinchisi i'robida, ikkinchisi ma'rifaligida, uchinchisi muzakkar ismligida, to'rtinchisi mufrad birlikda. Huwa indal mudiri, u mudirning huzurida. Inda huzurida, yonida degani. Bu ham xuddinki tahta, amama, xolfa ismlari kabi o'ziga muzofun ilayhi talab qiladi. Ya'ni o'zidan keyin kelgan ism u sabablik majrur bo'lgan muzofun ilayhi deyiladi. Shuning uchun ham huwa indal mudiri, indaning oxiriga ning qo'shib muzofun ilayh qilib tarjima qilinadi. U mudirning huzurida deb. Huwa zamir munfasil, bu yerda al-mudarrisga qaytadi. Ya'ni savolda yangi mudarris qayerda deb so'ralgan edi. U, ya'ni yangi mudarris mudirning huzurida deb javob berdi. Ayna tolibul jadidu, yangi talaba qayerda? Al-jadidu na'at, at-tolibu man'ut.
man'ut alif lomlik ma'rifa bo'lganligi uchun na'at man'utni izohlab kelmoqda. Ya'ni na'at man'utni yanada aniqlashtirib, yanada izohlab, ayni yangi talaba qayerda deb bayon qilmoqda hamda na'at man'utga 4 ta narsada ergashmoqda: i'robida, ma'rifaligida, muzakkar ismligida, mufrad birlikda ergashmoqda. Zahaba ilal maktabati, kutubxonaga ketdi. Bu ikki misolni keyingi darsda o'rganamiz, chunki bu ikki misolda keyingi darsda o'tiladigan allazi ismi mavsula kelgan. Liman tilka sayyaratul jadidatu, ana bu yangi mashina kimniki? Li omil harfi jar, man ismi istifham, omil kelsa ham oxiri o'zgarmaydigan ismlardandir, shuning uchun ham jar holatida uning oxiri o'zgarmay o'z holicha turibdi. Tilka ismi ishora, as-sayyaratu ismi ishoradan keyin alif lomlik holda kelmoqda, demak badaldir. Al-jadidatu na'atdir, chunki sayyaratu ismni ketidan ergashib kelmoqda. As-sayyaratu man'utdir. Demak, tarjimada avval badal mubdal kelganda birinchi mubdalni badaldan oldin tarjima qilamiz. Bu badal xuddi shu o'rinda na'atga man'ut bo'lganligi uchun so'ng na'atni keyin man'utni tarjima qilamiz. Ana bu yangi mashina kimniki deb. As-sayyaratu man'ut alif lomlik holda ma'rifa bo'lib kelmoqda. Na'at man'utni izohlovchi sifat bo'ladi. Ya'ni yanada aniqlashtirib, yanada izohlab, ana bu ayni yangi mashina kimniki deb bayon qilib kelmoqda. Hiya lil mudiril jadidi, u yangi mudirniki. Hiya zamir munfasil, bu yerda sayyaratun mashinaga qaytadi. U yangi mashina, yangi mudirniki demoqda. Li harfi jar, o'zdan keyin kelgan ismni oxirini jar qiladi. Al mudiri bu yerda ismi majrur bo'lmoqda, jarligi kasra bilan. Biz oldingi darslarda o'rganib o'tganimizdek, harfi jar lomdan keyin kelgan alif lomlik ismning alifi yozuvda tushiriladi deb aytganmiz. Shuning uchun ham bu yerda alif lomning alifi tushirilib, lomi qolgan. Demak, bu ma'rifa ism. Al-jadidu na'at, al-mudiri man'ut. Al-mudiri oxirining jarligini harfi jar omil lom olib kelgan. Ammo al-jadidi esa bu yerda mudirga na'at ergashib kelib, oxiri kasra bo'lib kelmoqda. Hamda na'at man'utga ma'rifalikda ergashmoqda, muzakkarlikda ergashmoqda, mufrad birlikda ergashmoqda. Man'ut ma'rifa ism bo'lganligi bois na'at man'utni izohlab bayon qilib kelmoqda. Ya'ni yanada aniqlashtirib, izohlab, ayni yangi mudirniki deb bayon qilmoqda. Liman hazal kitabul kabiru, bu yangi kitob kimniki? Bu misol ham xuddi liman tilka sayyaratul jadidatu misoliga o'xshaydi. Li harfi jar omil, man ismi istifham jar o'rnida, omil kelsa ham oxiri o'zgarmaydigan mabni ismlardandir. Haza ismi ishora, al kitabu ismi ishoradan keyin alif lomlik holda kelmoqda, demak u badaldir. Al kabiru na'atdir, al kitabu man'ut bo'ladi. Tarjimada avval mubdal minhu ismi ishora hazani tarjima qilamiz, so'ng na'atni, so'ng man'utni. Bu katta kitob kimniki deb. Al kitabu man'ut alif lomlik holda ma'rifa bo'lganligi bois na'at man'utni izohlab, yanada aniqlashtirib, bu ayni katta kitob kimniki deb bayon qilib kelmoqda hamda na'at man'utga 4 ta narsada ergashmoqda: i'robida, ma'rifaligida, muzakkar ismligida, mufrad birlikda. So'ng yana savol bermoqda: ahuva lil mudarrisi, u mudarrisnikimi deb. Huwa zamir munfasil, bu yerda katta kitobga qaytadi, ya'ni u katta kitob mudarrisnikimi demoqda. Li harfi jar, al mudarrisi ismi majrur, al mudarrisi alif lomlik ism, harfi jar lomdan keyin kelganligi uchun alif lomning alifi yozuvda tushirilgan. La huwa lit-tolibil jadidi, yo'q, u yangi talabaniki demoqda. La harfi javob manfi, savol hamza istifham bilan berilganligi uchun keltirilgan. Huwa zamir munfasil, bu yerda yangi kitobga qaytadi. Yo'q, u katta kitob yangi talabaniki demoqda. Li harfi jar, at-tolibi ismi majrur, jarligi kasra bilan. At-tolibi alif lomlik ism, harfi jar lomdan keyin kelganligi uchun alif lomning alifi tushirilgan. Al-jadidi na'at, at-tolibi man'ut.
Na'at man'utga i'robida ergashib, ya'ni oxirining harakatida ergashib, kasra holda kelgan hamda ma'rifalikda ergashgan, muzakkar ismlikda va mufrat birlikda ergashgandir. Man'ut ma'rifa alif lomlik bo'lganligi bois na'at man'utni izohlab bayon qilib kelmoqda, ya'ni yanada aniqlashtirib, yanada izohlab, u katta kitob ayni yangi talabaniki deb bayon qilib kelmoqda. Aynal mil'aqatu as-saghiratu. Kichkina qoshiq qayerda? As-saghiratu. Na'at al-mil'aqatu man'ut. Man'ut alif lomlik ma'rifa bo'lganligi uchun na'at uni izohlab bayon qilib kelmoqda, ya'ni yanada aniqlashtirib, yanada izohlab, ayni kichkina qoshiq qayerda deb bayon qilmoqda hamda na'at man'utga 4 ta narsada i'robida, ma'rifaligida, muannas ismligida va mufrat birlikda ergashmoqda. Hiya fil kubi. U stakanning ichida. Hiya zamir munfasil. Bu yerda kichik qoshiqqa qaytadi, ya'ni u kichik qoshiq stakanning ichida deyilmoqda. Fi harfi jar al kubi ismi majrur. Jarligi kasradir. Aynal kursiyul maksuru. Siniq kursi qayerda? Al-maksuru na'at, al-kursiyyu man'ut. Man'ut alif lomlik ma'rifa bo'lganligi bois na'at man'utni izohlab bayon qilib, ya'ni yanada aniqlashtirib, yanada izohlab, ayni siniq kursi qayerda deb bayon qilib kelmoqda. Huwa hunaka. U ana u yerda. Huwa zamir munfasil. Bu yerda siniq kursiga qaytadi, ya'ni u siniq kursi ana u yerda deyilmoqda. Hunaka ismi ishora o'rta uzoqdagi joyga, makonga ishora qilinadi. Bugungi darsning umum xulosasi: na'at qachon izohlovchi, bayon qilguvchi sifat bo'lib keladi? Qachoniki ergashilgan ism man'ut ma'rifa bo'lgan paytda. Inda huzurida, yonida degani u o'ziga muzofun ilayhi talab qiladi. Keyingi darsda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.